Oldin so'nggi Xiva xonlarining taqdiri haqida rolik qilib, unda Junaydxon haqida qisqa to'xtalib o'tgan edik. Bugun esa Xorazmda sovetlarga qarshi qurolli harakatning taniqli sarkardasi va yirik lashkarboshchisi bo'lgan Junaydxon haqida to'liq va alohida son. Demak, Junaydxon u kim edi? Junaydxonning asl ismi Qurbon Muhammad Sardor bo'lib, u 1857-yilda Xivadan 40 chaqirim shimoli-g'arbda joylashgan hozirgi Dashavuz viloyati Go'ro'g'li tumanidagi Badrkent qishlog'ida Turkman yovmutlari urug'ining Junayd tarmog'iga mansub yirik mulkdor Hojiboyning oilasida tug'ilgan. 1873-yili Rossiya qo'shinlari Xiva xonligini bosib olayotganda bosqinchi general Golovachyov armiyasiga qarshi kurashgan yovmut yigitlari safida o'sha paytlarda o'spirin bo'lgan yosh Qurbon Mamet ham bor edi. 1910-yilda Qurbon Muhammadning boshiga ish tushadi. Uning suyangan tog'i bo'lmish otasi Hojiboy vafot etadi. Otadan Qurbon Mamet va uning 3 ukasiga katta meros qoladi. Ular mintaqadagi o'zga to'q oilalardan biri edi. Junaydxonning amakivachchasi Hoji Murodboy, Omon Saxatboy va qaynotasi Otaboy Girimsa ham yirik mulkdorlar bo'lishgan. Nizoli masalalarni adolatli hal qilganligi va jasurligi uchun turkmanlar, xususan yovmutlar orasida Qurbon Mametning shuhrati ko'p tarqaladi. U ko'p yillar davomida o'z urug'ining murobi va qozisi bo'ladi. 1912-yili urug'doshlari unga Sardor unvonini berishadi. Boshqa turkman urug'larining oqsoqollari tomonidan Junayd urug'ining xoni Junaydxon deb e'lon qilinadi. Tarixchi olim Qahramon Rajabovga ko'ra, Junaydxon Badrkentda elektrostansiya, tegirmon va novvoyxona, keyinchalik harbiy qal'a qurdiradi. 1912-16-yillarda Junaydxon turkmanlarning Xiva xoniga qarshi qaratilgan turli chiqishlariga rahbarlik qiladi. Xususan 1915-yilda turkman urug'larining Xiva xoni Ishratparast Asfandiyorxonning zulmiga qarshi qaratilgan va muvaffaqiyatli yakunlangan norozilik chiqishlarining boshida turadi. Asfandiyorxon uni o'z tomoniga og'dirib olish uchun 1915-yilda Junaydxonga butun turkman qabilalarining harbiy qo'mondoni unvonini beradi. Xon Eshon ismli ulamolardan biri esa qo'zg'olonchilarning g'oyaviy rahnamosi va Junaydxonning piri hisoblangan. Ammo Junaydxon turkmanlarning Xiva xonligidan mustaqil bo'lgan alohida davlatini tuzish uchun intilardi. Shuning uchun ham u Xiva xoni Asfandiyorxon hukmronligiga qarshi kurashishda davom etadi. U badavlat urug'doshlarining ko'magiga tayangan holda Badrkentda to'plangan 3000 kishilik otliq qo'shinni olib, poytaxt Xiva ustiga yurish qiladi. 1916-yil 3-11 fevralda Ro'zobod, Qo'shko'pir, Gurlan, Shovot, Xonqa tumanlari egallanadi. Butun xonlik hududida Asfandiyorxon zulmiga qarshi boshlanib ketgan qo'zg'olonda turkmanlardan tashqari o'zbeklar, qoraqalpoqlar, qozoqlar ham faol ishtirok etishadi. Turkiston general gubernatori Martov zudlik bilan Toshkentdan general Galkinning jazo otryadini Xivaga yuboradi. Bu orada Xivani egallagan Junaydxon qo'shini xondan katta miqdorda tovon pul undirgach, 15-fevralda poytaxtni tark etadi. 16-martda bo'lib o'tgan g'azovotda Junaydxon qo'shini bilan general Galkinning jazo otryadlari o'rtasida katta to'qnashuv bo'lib o'tadi. Junaydxon jangdan keyin Qoraqumga chekinadi hamda oradan ko'p o'tmay Afg'onistonga o'tib ketadi. 1917-yil yozida Junaydxon Afg'onistondan Xorazm vohasiga qaytib keladi va siyosiy hokimiyat uchun kurash boshlab, katta muvaffaqiyatlarga erishadi. 1918-yil 10-yanvarda Asfandiyorxon nufuzli ulamolar orqali Junaydxon bilan aloqa bog'lab, mamlakatni birgalikda idora qilish va bolsheviklarga zarba berishni uyushtirish haqida muzokara o'tkazish uchun uni Xivaga taklif qiladi. Junaydxon qasamyod qilganidan keyin Asfandiyorxon tomonidan Xiva xonligi qo'shinlarining bosh qo'mondoni etib tayinlanadi. 1918-yil 1-oktyabrda Junaydxon Aysh Ishratga o'ch va ayollarga mukkasidan ketgan Asfandiyorxonga qarshi suiqasd uyushtirib, uni Nurullaboy saroyidagi oynali xonada o'ldirishadi. Xiva taxtiga esa uning katta akasi Said Abdullaxon o'tkaziladi. Said Abdullaxon jismoniy jihatdan ojiz va irodasiz odam edi. U endi Junaydxon qo'lidagi qo'g'irchoq xonga aylanib qoladi. Xivaning ushbu so'nggi xoni va uning ayanchli taqdiri haqida kanalda alohida roligimiz bor, ko'rishni tavsiya qilaman.
Junaydxon amalda xonlikning mutlaq hukmdoriga aylanadi va barcha davlat lavozimlariga o'z kishilarini tayinlaydi. Chorikboy Toshqovuzga, Safar Dempechi Ilyaliga, Qilich Qora Porsuga, Go'kilam bola Mang'itga, Halal Mahsum Urganchga, Shixim Sulgun Xiva shaharlariga, Anna Geldibek ismli qo'rboshi esa Taxta tumaniga hokim qilib tayinlanadi. Junaydxonning o'zi Badrken qishlog'idagi o'z qarorgohida davlat ishlari bilan shug'ullanadi. Abdurahmon Oxun, Qurbon Saidog'li, Xonishon, Junaydxonning qaynotasi Otaboy Girimsa, Shixim Sulgun, Ushoqbek, Ahmadbek va Chorikboylar uning maslahatchilari hisoblangan. Mug'ombir va epchil Junaydxon yuzaga kelgan qulay ichki siyosiy vaziyatdan unumli foydalanib, ayrim turkman qabilalarining chuqur ildizga ega bo'lgan manfaatlarini o'z maqsadi qilib ko'rsatadi hamda o'zini ushbu g'oyalarni amalga oshirishga qodir bo'lgan yagona kuch sifatida namoyon qiladi. U nafaqat ko'chmanchi turkman qabilalari o'rtasida, balki qozoq, qoraqalpoq va o'zbek urug'lari, undan tashqari o'troq yashovchi boshqa urug'lar orasida ham katta shuhrat qozonadi va ularning madadiga tayanadi. Junaydxon Xivada hukmronlik qilgan 1918-20-yillarda kechagina Oqposhsho va Sovet Rossiyasiga qaram bo'lgan Xiva xonligi amalda mustaqil davlatga aylanadi. Bunda Junaydxonning qattiqqo'l siyosati muhim rol o'ynaydi. Junaydxon nomi tarix sahifalariga murakkab va ziddiyatga to'la inson sifatida bitilgan. Uning faoliyati ham shaxsiyatida keskin va fojiali, zafarli va qayg'uli kechadi. Oldin podsho Rossiyasi va Xiva xoniga qarshi urushgan Junaydxon 1918-yil o'rtalaridan boshlab To'rtko'lda turgan Sovet qizil askarlariga qarshi mustaqillik kurashini boshlaydi. Jadidlarning yirik namoyandalaridan biri Markaziy Osiyoga sayohat qilib, shu asosda kitob yozgan boshqirdistonlik Ahmad Zaki Validiy o'zining Xotiralar deb nomlangan kitobida Junaydxon Rossiya hukmronligi oldida bo'yin egish xohlamagan millat qahramoni edi deb ta'riflagan. Junaydxon qisqa muddatda o'z qo'shini miqdorini 10 ming kishiga yetkazadi. Uning qo'shinlari Qizil Arvat, Qozonjiq, Marv va boshqa joylarda Sovet qismlariga qarshi jangga kiradilar. Biroq 1918-yil sentyabr, 1919-yil martda Amudaryo bo'limida o'tkazilgan harbiy harakatlar uning askarlari hali bolsheviklarga qarshi kurashga tayyor emasligini ko'rsatadi. Junaydxon chekinadi va bolsheviklar bilan sulh muzokaralarni boshlashga rozi bo'ladi. Ammo RSFSR xonlikning ichki ishlariga aralashmasin va Xorazmda rus qo'shinlarini olib ketsin deb qo'ygan keskin talablari uning bolsheviklar siyosati bilan murosa qila olmasligini amalda oshkora ko'rsatadi. Junaydxonning tashkilotchilik qobiliyati va sarkardalik mahoratiga dushmanlari ham qoyil qolishgan. Maishiy buzuqlik, xushomadgo'ylik va poraxo'rlik unga yot edi. 1919-yil 7-aprelda Junaydxonning Taxta qal'asidagi qarorgohida u bilan RSFSRning favqulodda muxtor vakili Xristoforov o'rtasida Sovet Turkistoni bilan Xiva xonligi o'rtasidagi tinchlik shartnomasi imzolanadi. Shartnoma tez orada Turkiston Markaziy ijroiya qo'mitasi va Xiva xoni Said Abdullaxon tomonidan ham tasdiqlanadi. Biroq ikkala tomon ham, xususan bolsheviklar bu shartnoma talablarini pisand qilib o'tirishmaydi. 1919-yil yozida bolsheviklar hukmronligi ostida bo'lgan Sovet Turkistoni bilan Xiva o'rtasidagi munosabatlar battar keskinlashadi. Junaydxon Rossiyaga qarshi Buxoro amiri Said Olimxon bilan tashqi siyosiy ittifoq tuzadi. Xalq ommasi davlatni bolsheviklar bosqinidan asrashga ahd qilib, eng avvalo o'zining mustaqillik huquqini himoya qiladi. Bu davrda Junaydxonni Rossiyadagi Oq gvardiya qo'mondoni Admiral Kolchak hukumatı ham qo'llab-quvvatlashga majbur bo'ladi. 1919-yil 30-sentyabrda Rossiya oliy hukmdori Admiral Kolchak Omskdan Junaydxonga maktub yuboradi. Quyida ushbu xatni keltirib o'tamiz. Xiva yerlarida qurolli kuchlar tashkil etishda yordam va ko'mak berish maqsadida men bolsheviklarga qarshi bo'lajak kurash uchun Xivaga alohida harbiy missiyani jo'natmoqdaman. Orada polkovnik Xudyakov boshchiligidagi 8 ofitser va 130 nafar Ural kazaklaridan iborat bo'lgan missiya Xo'jayli shahriga yetib keladi. Ural kazaklari alohida armiyasi qo'mondoni general Tolstov ham 2-oktyabrda Junaydxonga yo'llagan maktubida uni iloji boricha tezroq bolshevik komissarlari zulmini ag'darib tashlash va yo'q qilishga da'vat etadi. Bundan tashqari unga 120 kishidan iborat kazaklar otryadini ham Xo'jayliga yuboradi. 1919-yil 12-oktyabrda Orenburg armiyasi qo'mondoni va Orenburg kazak qo'shinlari atamani general-leytenant Aleksandr Dutov Omskdan Junaydxonga yuborgan maxsus maktubida uni Sovet Rossiyasiga qarshi kurashda o'zining ittifoqchisi deb tan oladi. Biroq Qizil Turkistonga qarshi katta og'a rahbarligida kurashga da'vat etilgan Junaydxon Kolchak va Dutovning balandparvoz va'dalariga uchmaydi.
Shunisi xarakterliki, Dutov sal oldin 30-sentyabrda Xiva xoni Said Abdullaxonga ham general-mayor unvonini, xonning merosxo'ri Valiaxtga esa Yasavul harbiy unvonini ham bergan edi. Lenin tomonidan amalga oshirilgan inqilobdan keyin Rossiyada o'z mavqeini yo'qotgan oq generallarning Junaydxonga va umuman mintaqadagi sovetlarga qarshi kurashayotgan boshqa qo'rboshlarga nisbatan bunday iliq munosabati bejiz emasdi. O'sha davrlarda Rossiyaning o'zida monarxistlar va sovetlar o'rtasida fuqarolar urushi bo'layotgan edi. Oqlar uchun sovetlarning ikkita frontda urushishi juda yaxshi imkoniyat edi. Bu yerda albatta ularning o'z manfaatlaridan boshqa narsa yo'q. Ular Turkiston ozod bo'lishini istashmas edi. Avval Rossiyani sovetlardan ozod qilib, so'ngra bizning mintaqalarni ham yana o'zlari bosib olishlari aniq edi. Xullas 1919-yil noyabr, 1920-yil yanvar oyida bo'lgan keskin janglar natijasida Junaydxon qo'shini qizil askarlardan mag'lubiyatga uchraydi. 20-yanvarda Junaydxonning qarorgohi Taxta qal'asi qo'ldan ketadi. 1920-yil fevralda u 15 ming kishilik asosiy kuchlarni olib, Qoraqumdagi turkman ovullariga chekinadi. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzilgach, Xorazmda Qizil armiya bosqinchilik va talonchilik siyosatiga qarshi mustaqillik kurashi qaytadan ko'tariladi va u endilikda mustabid sovet rejimiga qarshi qurolli harakat tusini oladi. Xorazm vohasidagi bu harakatlarga ham Junaydxon boshchilik qiladi va u harbiy amaliyotlarni faollashtiradi. 1922-yil boshlarida Buxoro qo'zg'olonchilarining oliy bosh qo'mondoni Anvar Poshsho Farg'ona qo'rboshlari va Junaydxon bilan aloqalar o'rnatib, Turkiston mintaqasidagi qurolli kuchlarni yagona qo'mondonlik ostiga birlashtiradi. 22-23-yillarda Junaydxon qo'l ostida Rajabxon, Durdiqilich, Sazakko'r, Durdiboy, Xoldurdi, Shayx Sulg'um, Temir Alixon, Bolabi va Annabola singari 10 ta yirik sarkardalar faoliyat olib borgan. 1923-yil oxirida ham Junaydxon bilan sulh muzokaralari boshlashga urinib ko'riladi. Biroq uning Rossiya qo'shinlarini Xorazmdan olib chiqib ketish, barcha hokimlar va oqsoqollarni o'z lavozimlariga tiklash, soliqlar va patentlarni bekor qilish kabi haqli talablarni Sovet hukumati rad etadi. Natijada muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qoladi. 1924-yil noyabr oyida Sovet hokimiyati vakillari bilan Junaydxon o'rtasida yangi muzokaralar boshlanadi. 18-noyabrda Junaydxonning 4 ta vakili Xiva shahriga yetib kelib, Xorazm Markaziy ijroiya qo'mitasining favqulodda uchlik a'zolari bilan uchrashadi. Sovet hokimiyatiga qarshi 7 yildan buyon tinimsiz kurash olib borayotgan Junaydxon o'z kuchlarini saqlab qolish uchun muzokaralar samarali tugashidan manfaatdor edi. Nihoyat uzoq davom etgan muzokaralardan keyin Junaydxon Sovet hokimiyati vakillariga taslim bo'ladi. 1925-yil 20-fevralda Ashxobodda bo'lib o'tgan Turkmaniston SSR sovetlarining 1-syezdida Junaydxonning maxsus vakili Abdurahmon Oxun Qurbon Said o'g'li qatnashadi va uning turkman xalqiga qarata yo'llagan murojaatini o'qib beradi. Turkmaniston xalq komissarlari sovetining raisi Qayg'usiz Otaboyevning qat'iy talabi bilan Junaydxon va uning savdoshlari afv qilinadi. Ularga o'z ovullarida tinch yashashlari uchun ruxsat beriladi. Junaydxon O'rta Qo'y degan joyda o'z qarorgohini o'rnatib, chorvachilik bilan shug'ullana boshlaydi. Biroq Sovet rejimining xususiy mulkni tugatish, inson huquqlari va erkinliklariga tajovuz qilish, diniy urf-odatlarni taqiqlash va boshqa zo'ravonliklari Junaydxonni yana qo'liga qurol olishga majbur qiladi. 1927-yil yozida u bo'lg'usi jang harakatlariga puxta tayyorgarlik ko'radi. O'z o'g'illari Eshixon va Igdirxon turkman sarkardalari Durdiqilichxon, Nurgeldixon, Jonbarmoq, Yazan O'g'uz, Qozoq botiri Temir Alixon va o'zbek qo'rboshlari Shokir bola hamda Zoir bola boshchiligida taxminan 6-7 ming kishilik 12 ta harbiy guruh tuzib qurollantiradi. 1927-yil 19-sentyabrda Oqtepani o'ziga qarorgoh qilib olgan Junaydxon qo'zg'olon boshlaydi. Xorazm vohasi yana shiddatli janglar makoniga aylanadi. Toshovuz okrugidagi Ko'hna Urganch, Ilyali, Taxta tumanlaridagi ko'plab ovullarda Sovet hokimiyati tugatiladi. Turkmaniston SSR xalq komissarlari Soveti va Markaziy ijroiya qo'mitasi tomonidan darhol Junaydxon qonundan tashqari deb e'lon qilinadi. O'rta Osiyo harbiy okrugining katta miqdordagi qismlari uning ustiga tashlanadi. 1927-yil oktyabr oyining boshlarida bo'lgan tengsiz janglarda Junaydxonning asosiy kuchlari mag'lubiyatga uchrasa ham, u 1928-yil bahorigacha qizil askarlar qismlariga jiddiy zarbalar beradi. Sovet ittifoqining bo'lg'usi marshal Semyon Budyonning saralangan maxsus otliq qo'shini ham Junaydxonni qo'lga tushira olmaydi. 1928-yil iyun oyida Junaydxon kichik guruhi bilan Eron davlatiga o'tib ketadi. Shunday qilib, Xorazm vohasida kichik tanaffuslar bilan qariyb 15 yil davomida 1931-yilgacha mustabid Sovet rejimi va Qizil armiyaga qarshi jang qilgan milliy qahramon kurashni to'xtatadi.
Junaydxon dastlab Eronning Xuroson viloyatidagi tub aholi bo'lmish turkmanlar orasida yashaydi. Bir necha marta yana Xorazm voqeasi hududiga qaytib, ayrim tanaffuslar bilan 1931-yilgacha Sovet rejimiga qarshi kurash olib boradi. Yangi qurolli guruhlarni tuzib, ularni qizil askarlarga qarshi janglarga otlantiradi. 1929-yil 15-iyunda Oxirobodda Junaydxonning o'g'li Yidirxon boshchiligidagi yigitlar bilan qizil askarlar o'rtasidagi to'qnashuvlar bo'lib o'tadi. 1931-yil 4-mayda uning boshqa o'g'li Eshixon boshchiligidagi guruh Xiva tumaniga kelib, Sovet rejimiga qarshi qo'zg'olon ko'targan o'zbek mulkdorlarini qo'llab-quvvatlaydi va 24-iyunda Ko'kna Urganch qizil askarlardan ozod qilinadi. Nihoyat 1931-yilda Junaydxon o'z urug'doshlari va yaqinlari bilan Eron orqali Afg'oniston davlatiga butunlay o'tib ketishga majbur bo'ladi. U Hirot shahri atrofidagi Karki va Chorjoydan ko'chib borgan turkman muhojirlari orasida istiqomat qiladi. Junaydxon muhojirlikda ham o'z urug'ining sardori bo'lish mavqeini saqlab qolgandi. U 1938-yilda Hirot shahri atrofidagi Taymana qishlog'ida 81 yoshida vafot etadi. Ba'zi manbalarda yozilishicha, uning jasadi Afg'onistondan keltirilib, o'zi tug'ilib o'sgan Badrkin qishlog'idagi qabristonda yashirincha dafn etilgan. Junaydxonning avlodlari esa hozirda Eronning Hamadon shahrida yashashadi. Uning nevarasi Zulfiqor bu urug'ning boshlig'i hisoblanadi. Junaydxon Sovet rejimiga qarshi mustaqillik kurashini olib borayotgan davrda 4 ko'llik rus-sovet yozuvchisi Boris Cheprunov O'zbekiston va Turkmaniston SSRning turli arxivlari hamda kutubxonalardagi tarixiy hujjatlar ustida ishlab, 1936-yili Junaydxon deb nomlangan tarixiy romanni chop ettirgan edi. Ushbu roman Sovet mafkurasi ostida bosmachilarga qarshi kurashgan bolsheviklar haqida bo'lsa ham, romanda muallif Junaydxonni aqlli va dovyurak degani uchun tanqidlar ostida qoladi. Keyinroq qatag'on qilingan. Rus yozuvchisi Yevgeniy Pavlovich Pletnev O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining 5-plenumida Cheprunovning Junaydxon romanining xarakteristikasi haqida shunday degan edi. Aytishim kerakki, o'rtoq Cheprunov bu yil 2 kitob nashr etdi. Lekin faqat yozishni o'zi yetarli emas. Siz yaxshi yozishingiz kerak. Men o'rtoq Cheprunovning Junaydxon romaniga e'tibor qaratmoqchiman. Kitob bizning yozma doiralarimizda maqtovga sazovor bo'ldi. Men ta'tilga chiqdim. Bu kitobni oldim va qo'limda qalam bilan juda diqqat bilan o'qidim. Aytishim kerakki, bu kitobda juda ko'p nosog'lom narsalar bor. Siyosiy xatolar ko'p. Xususan, eng asosiy narsa jadidizm mavzusi. Jadidlar shunchalik oppoq, begunoh tasvirlangan. Ularning barchasi kichik savdogarlar, o'z xalqining madaniyatini saqlab qolish uchun kurashgan hunarmandlar va boshqalar. Bu jadidizmning mohiyatini ochib bermaydi. Men bu ta'limot ortida yashiringan akulalarni ko'rmadim. Bu to'g'ri emas, o'rtoq Cheprunov. Boris Chepronovga qarshi ko'plab tuhmat ayblovlari va tanqidlardan so'ng, u 1937-yil 4-dekabrda hibsga olinadi. NKVD xodimlari uning uyini tintuv qilishadi. Hujjatlar va kitoblari musodara qilinadi. Boris Chepronov Aksil inqilobiy Trotskiy terroristik tashkilotning Toshkent filialiga a'zolikda Aksil inqilobiy asarlarini nashr etish orqali adabiyotda qo'poluvchilik ishlarini olib borishda ayblangan. 1937-yil 10-dekabrda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida Boris Chepronovni fosh etilgan va hibsga olingan xalq dushmani sifatida Yozuvchilar uyushmasi a'zoligidan chiqarish bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuv haqida arxivda quyidagi yozuvlar saqlanib qolgan. O'z asarlarida Chepronov O'zbekiston tarixiga aksil inqilobiy burjua qarashlarni sudrab kelgan. Junaydxon romanida bosmachi harakat rahbari Junaydxonning ideallashtirilgan tasviri va bolshevik rahmatning sodda va kamsitilgan tasviri berilgan. Junaydxon esa turkman qabilalarining kuchli, aqlli va irodali rahbari. Chepronov uni shunday ko'rsatadi. Xullas, Chepronovni ichkariga olib, urib, qiynab bu asarni Eron elchixonasiga sotganlikda ham ayblashadi. 1938-yil 8-oktyabr kuni Toshkentda otib tashlanadi. Mana shunday odam haqida o'zbek Wikipediyasida ham maqola yo'q edi, ammo bu voqealarni Telegram kanalimda yoritgandan so'ng o'zbek Wikipediyachilari darhol bu yozuvchining sahifasini yaratishdi. Bu uchun ularga alohida tashakkur izhor qilaman. O'zi shu yurtda yashab, uni tarixiga guvoh bo'lgan Boris Chepronov iloji boricha haqiqatni yozishga harakat qilgani hurmatga loyiq deb o'ylayman. Do'stlar, kanalimiz kundan kunga o'sib bormoqda. Bildirilgan ishonch va iliq fikrlar uchun barchangizga tashakkurimni aytaman. Kanalga obuna bo'ling va sizga kelajakda yanada qiziqarli tarix sahifalarini ochamiz. Omon bo'ling.